Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz Qo'qon shahrida joylashgan Zem magazinidamiz. Magazinimizdan 11:00 motorlar bilan jihozlashtirilgan salarchniy variantdagi sunasozlarimiz sotildi. Bu sunasozimiz haqida Hasanboy aka to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketadi. Hasanboy aka qetlik klientlarimizga sotildi va qanchaga qilib berildi? Akalarimiz Dang'ani Oqjaridan ekan 550 dollarga berdik. Original motor, original rama, original kundalari bilan berdik. Kundalari nechtalik bo'ldi aka? Kundasi 150 talik bo'ldi. 8 ta kirchatkалigi. Nimalari bor komplektida bular? Komplektida mana shu holat ishlangdan tashqari hamma yo'g'i bor. Necha tonna suv tashib beradi soatiga taxminan? Bu 300 tonna tashiydi bu. 300 tonna tashib beradi. Bundan kattaroq variantlari ham bormi do'konimizda? Kattalar bor, 300 talikgacha bor. Motorlar ham alohida sotuvda bor. Sotuvda bor hamma yo'g'i. Nimalar bor aka yana do'konimizda? Do'konimizda hozir mana quduqdan asoslaridan kelgan. Quduqlarga nikellarimiz bor, vaksillar. Burovoylarimiz bor mana 8lik, 10lik, 6liklar. Ular 100 metr, 150 metr chuqurga tashlaydiganlarga, hali gilzani ichiga tashlaydi-yu. Narx-navolari qanchadan boshlanadi? Narx-navolar 450 dollardan ketaveradi tepaga qarab. Olishga turgan bular demak quduqqa mo'ljallangan. Ular quduqqa mana nikellar, nikellar quduqqa. Ular quduqdiki, bular ham quduqdiki, faqat metraji ozgina pastroqqa bulardan beramiz, ari yo'llardan. Chunki bular kuchliroq bo'ladi. Garantiyalari qanchagacha beriladi? Garantiyalari 6 oy servis, hammasi. Dastavkalari bor. Kelishilgan holatda dastavkasi. Bu tarafda sentrabejniy sunasozlarimizni ko'ryapmiz. Aka, bular necha kilovatdan boshlab necha kilovatgacha? Bular endi 3 kilovatdan boshlanadi sentrabejlarimiz. 3 kilovatdan 22 kilovatgacha shetda bor. Skalatimizda 75 kilovatgacha bor, kattalari ham. Bular necha tonnadan tortib necha tonnagacha suv tashlaydi aka? Ularimiz endi eng kichkinalarimiz 65 tonna suv tashlaydi soatiga. 3 kilovatligimiz. Eng kattasi-chi bu? Bu 300 tonnaga yaqin tashlaydi suvni. 300 tonnaga yaqin tashlaydi. Bularda asosan nimaga olib ishlatishadi aka sunasozlarni? Qanaqa sharoitga qo'yadi bularni? Endi mana ularni misol uchun 500 metr, 600 metr pastda suvi borlar bo'lsa, qirliklarga, balandlik joylarga, ariqda suv olib bora olmaydigan joylarga shu sentrabejlardan beramiz. 1 kilometr, 1 kilometr 200 largacha beryapmiz shu 22 ni ham. 1 metr, 1,5 metr napor bilan suv tashayapti. Siz mana uni ko'rsating mana vakimliklarni. Bular yangilari bular. Yangiliklari. 30-40 metr pastdan ham tortadi bular vakimliklar. Chuqurlikdan tortaydigani bular. Tortishiga, ishlashiga garantiyalari bor. Hamma yo'g'iga bor garantiya. Yana qanaqa sunasozlarimizdan kirib kelgan do'konimizga? Bu tomondan yuring, uni kichkinalardan boshlaymiz ardan. Gulubinkalar. Suvni ichiga tashab qo'yadigan variantlaridanmi aka bular? Mana ular kichkinasi. 260 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzon varianti. Eng arzoni 260 ming so'm. 370 vattligi. Uyga ishlataman degan akalarimiz uchun-da ko'p asosan bular. Shunaqa, uyga, tovuqxonalarga ishlatiladi bu kichkinalar. 50ligi bor, 76 bor, 100 bor, 125 betka, eng katta razmer. Bu tomonga qaradik, mana bu yerda 150, 200, 220 ga ishlaydiganlarimiz. 220 ga ishlaydigan. Bularda ham aka misat mutka, alyuminat mutka har xillaridan bor. Bularda alyuminat mutkalari 1 million 600 ming so'm. 150'lardiki. Original yaxshisini olaman desa 2 milliongacha, 2 milliondan oshiqqacha bor. Mana ularni ko'rsating, mana fermer akalarga 3 fazali 100likdan 150gacha bu yerda. 100likdan 150gacha. Bu tomonni ko'rsatsangiz 150dan 350gacha bor. Bular aka eng kattasi nechta tonna tashlaydi aka bular? Eng kattasi 1000 kubagacha tashlaydi soatiga. Soatiga 1000 kuba. Dirnajlarga ham qo'ysa bo'laveradi. Yo'q, bular dirnajga emas, faqat kanallarga, zakallarga qo'yiladi, fermerlarga. Bular tashab beruvchi. O'rnatib, ishlatib, tekshirib berishda xizmatlari ham bor. Bunaqa xizmatlar ham bor. Ustalarimiz bor o'zimizda. Ular bilan bog'lab qo'yamiz, olgan odamni, klientni gaplashtirib qo'yamiz, xizmatini o'zlari kelishadi, olib borib qo'yib ustanovkalarni qilib beradi. Tushunarli. Mana ularni ko'rsating mana. Chuqurligi 30 metr chuqurdan 500 metr, 600 metr, 1 kilometrgacha mana ular glubinnilar. Sentrabejni boshda ko'rsatganimiz bular glubinnilar. Shular haydaydi. Katta kanallarga tashab qo'yadigan variantlar aka.
Katta kanallarga shular endi eng yaxshisi, uzoqroq ishlaydiganlari. Dvijoklarni ham bitta ko'rsating, mana dvijoklarimiz ham bor. Dvijoklar necha kilovatdan boshlab necha kilovatgacha bor? Dvijoklar 1 kilovatdan 50 kilovatgacha bor. Eng kichkinasi 1 kilovat, kattasi 50 kilovatgacha. Bo'ldi aka, tushunarli. Kimga shunaqa sunasozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan Zem magazini bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek do'konimizda barcha turdagi sunasozlarimizdan mavjud. Pastda nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqib zakaz beradigan bo'lsalaring, dastavkalari 12 ta viloyat bo'ylab kelishilgan hollarda amalga oshiriladi. Kimga shunaqa sunasozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Dehqon tanish akalar bo'ladigan bo'lsa, tashab qo'yishni unutmaysizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Kanalga podpiska bosib, kuzatib borishni davom etaverasizlar. Yangiliklarimiz hali ko'p bo'ladi.